Iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlarda ishda ishtirok etuvchi shaxslarning qanday huquq va majburiyatlari bor? Iqtisodiy protsessual kodeksining 42-moddasida ishda ishtirok etuvchi shaxslar huquq majburiyatlari belgilangan. Unga ko'ra ishda ishtirok etuvchi shaxslarga da'vogar, javobgar hamda uchinchi shaxslar hisoblanadi. Shuningdek, ishda ishtirok etuvchi shaxslarning huquq majburiyatlari 42-moddasida belgilangan bo'lib, ishda ishtirok etuvchi shaxslar ish materiallari bilan tanishish, ulardan ko'chirma nusxa olish, rad qilish to'g'risida ariza berish, dalillar taqdim etish, savollar berish, iltimosnomalar kiritish, arz qilish, sudga og'zaki yozma tushuntirishlar berish, ishni ko'rish davomida yuzaga keladigan barcha masalalar bo'yicha o'z vajlarini, xulosalarini taqdim qilish, shuningdek ushbu kodeks o'zlariga berilgan boshqa protsessual huquqlardan foydalanish huquqiga ega. Ishda ishtirok etuvchi shaxslar ushbu kodeksda nazarda tutilgan protsessual majburiyatlarga ega va ular o'zlariga tegishli barcha protsessual huquqlardan insofli ravishda foydalanishlari kerak.